baletmesterda o'shanda turib xavotir olyapti, rahbar baribir. Siz bir raqs darajasiga o'rganimiz keldi. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. 2006-yilda mana shu yerda konsert berganimda Parizoda kichkina qiz edi. Adashmasam 15-16 yoshlar qiz. Mana konsertimda o'ynagan edi. Mana hozir 27 yoshli. Ko'pincha blog yuritishganda endi mana modalarga ham qiziqadi, brenddan, yana boshqa narsalarga. O'shaning uchun sizni asl san'atingizni ko'p odam bilmaydi. Hech bir nima deydi, mubolag'asiz ayta olaman. Ana shu o'zbek san'atini darg'alari bo'lgan Mukarrama Turg'unboyevani zamondoshlari emas, mana davomchilari deb bemalol ayta olaman. Chunki Parizodani nimaga qodirligini men bilaman. Hamma narsaga qiziqadi. Ya'ni fashion bormi, ham aktrisa, ham bloger, ham baletmester, ham rahbar, ham raqosa, hammasi qoyil qolish kerak. Железная lady. Shunaqa nimasini yaxshi ko'raman? Shunaqa bir o'zini ishiga talabchan, tanovormi, bir o'ynab bersangiz, muxlislar bilan shu onaxonlarimiz o'tirishibdi, bir yoshlikni hech narsa. Mukarrama Turg'unboyevaning muxlislari bor bu yerda. Bir o'ynab bersangiz,